Первый синий угол Купурчак. Бойцу 27, его размер 91 сантиметр, вес 84 кило ровно. Он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою и по ММА. Встречайте из России Барнаул Николай Кудринский. Более 180 сантиметров, важно 140 кило. Он мастер спорта по ММА, мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по боксу, мастер спорта по боевому самбо. Представляете, Байбазанабо и Озбекистан! Qozog'iston. Uning burchagida har doimgidek Doston Bozorov hamda Asadbek Saidovni ham ko'rdik do'stlar. Bazasi boks Islom Boltayevni o'sha yoshligida Navoiylik o'sha mashhur murabbiylar sulolasi vakillari Petrovning klubi jangga chorlayapti oktagon o'rtasida. Petrovlardan saboq olgan va o'sha Justin Gaethje Max Holloway jangini esladingizmi? O'shada ajoyib tarzda jang chorlagan lekin Max Holloway tavakkal qilmadi Kudrinskiy. yo'q. Oktagon degan sobiq chempion hisoblanadi Islom Boltayev. Albatta o'sha Murod Abdurahmonovni ajoyib tarzda mag'lub etgan edi. Bilasiz, Murod Abdurahmonov o'z vaqtida Magomed Ankalayevni mag'lub etib chiqa olgan. Mana qismiga va mana bu yerda takedown yaxshi. Raqib tomoniga amalga oshiryapti faqatgina. Endi chap ko'zda birozgina jarohat ko'ryapman Islom Boltayevni. Eski minut yangi. Yaxshi oyoqqa tura oldi do'stlar. Ha, Boltayev kuchli jihatda stoyka. Yana tanaga seriyalarni ijro etdi. Kombinatsiya yaxshi. Qorin va bosh kuchiga ulanayapti. Davom etamiz. O'rta vazn toifasi 83-9 kilogramm. Ikkilik Boltayev taxtni davom ettiryapti. Masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Omidbek Kudrinskiy. Boltayevning zarbalari og'irligi mana shu yerdan ko'rmay turib menga ishni sezsa ham bo'ladi. Mana shara bo'ladi. Qo'ldan bo'lyapti va Kudrinskiy o'tkazdi. Mana shu zarbani. O'rg'aylik. Qo'llar joyida Boltayevda. Oldingi qo'lda jeb zarbasini amalga oshiryapti Kudrinskiy. Yana bir haykik. Ushbu zarbani anchagina yaxshi ijro etdi Kudrinskiy. Mana haykik zarbasini olgan qo'l tanaga zarba o'tdi. Yaxshiga o'tdi do'stlar. Ushbu zarbasi davom ettiryapti. Bosim davom etadi. Front kick. Yana bir zarba. Do'stlar, birinchi raundning o'zidayoq Boltayevdan ajoyib qaytish. So'nggi mag'lubiyatdan so'ng mana shu tarzda chiroyli tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar. Bu g'alaba kerak edi Boltayevga. Rekordni 7-4 ko'rinishga olib keldi. Tabriklaymiz albatta hamyurtimizni, murabbiylarni, yaqinlarini va o'zbekistonlik MMA bokschilarini. albatta yuqoridagi aytganingizda